Termiz shahridagi 16-maktabning 2 sotixli yer maydonida barpo etilgan kichik issiqxona bugun nafaqat maktab ehtiyojlariga xizmat qilmoqda, balki bilim va amaliyotni uyg'unlashtirishga ham ko'maklashyapti. Issiqxonada texnik xodimlar mehnati bilan parvarishlanayotgan pomidorlar har kuni 5-10 kilogrammgacha yig'ib olinyapti. Yangi uzilgan tabiiy mahsulotlar asosan maktab jamoasi uchun foydali oziq-ovqat sifatida. Pomidor sotuvidan tushgan mablag'lar esa ta'lim muassasasining ichki xarajatlarini qoplash uchun sarflanmoqda. Issiqxonamizga jami 350 tup pomidor ekib, hozir mana ko'rib turibsizlarki, hosillarimiz pishib boshladi. Kunora 5 kilo, 10 kilo hosil berib turibdi. Bu hosillarni shu maktab texnik xodimlariga va ortganini sotuvga yo'lga qo'yganmiz. Tushadigan daromadlarni esa maktabning ichki xarajatlariga sarflab kelmoqdamiz. Bundan tashqari issiqxona o'quvchilariga biologiya, kimyo va ekologiya kabi tabiiy fanlardan olgan nazariy bilimlarini amaliyotda mustahkamlash imkonini beryapti. Mehnatga sabr va mas'uliyatga o'rgatmoqda. Maktabimiz bog'ida tashkil etilgan 2 sotixli issiqxonamizda biz tabiiy fanlar hamda texnologiya darslaridan olgan tushunchalarimizni amaliy tarzda o'rganib kelmoqdamiz. Bu yerda biz ekologiya hamda tuproqqa, o'simliklarga bo'lgan mehrimizni tobora yaxshilab bormoqdamiz. Bu orqali biz o'simliklar, tabiat va barchasi haqidagi umumiy tushunchalarimizni doimo mustahkamlab kelamiz. O'simliklar yetishtirish bo'yicha biz bu yerda qaysi vaqtlarda ekilishi, urug'dan qanday chiqishi, hosilga qanaqa vaqtda kirishi hamda uning qizarib borish jarayonlarini amaliy tarzda ko'rib kelyapmiz. Maktab amaliyoti orqali bilim va hayotiy ko'nikmalar uyg'unlashmoqda. Tabiat bilan do'stlik kelajak uchun poydevor.